Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana O'zar Drop va bugun sizlar bilan yana bir yangi loyihani ko'rib chiqamiz. Undan oldin bizlarning Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga o'tib obuna bo'lib qo'yish sizlardan chiqmasin. Va mana shu videoga bitta like va tushunmaydigan joylar bo'lib qolsa kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Bugungi gaplashadigan airdropimiz testnet ya'ni T1 protokol $2,5 million investitsiya olgan va biza bunga qatnashish uchun bizga spoiler kerak bo'ladi. Ethereum spoiler. Bu spoiler tokeni testnet tokeni mutlaqo bepul. Bunga spoiler tokenini olib tranzaksiya qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni burga chiqib spoilerni T1 testnetga alishtirib, keyin test tokenga alishtirib, bir-biriga alishtirib bridge qilishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin bizga spoiler testnet kerak bo'ladi. Ya'ni test tokeni kerak bo'ladi. Bu yerda tepada birinchisida link qoldirganman. Ochib olamizda orqali ochish qilib saytdan ochib olamiz. Mana kirib bo'lganimizdan keyin bu yerda biz ro'yxatdan o'tib olamiz. Ya'ni tepada o'zi ro'yxatdan o'tish tugmasi turadi. Bosganimizdan keyin Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tib olamiz. Undan keyin bu yerda o'zimizning hamyonimizni joylaymiz va receive bosib olamiz. Oz miqdorda bo'lsa ham spoiler tashlab beradi. Faqat bu 24 soatda bir marta olsak bo'ladi bu narsani. 24 soat bir marta olib tranzaksiya qilib qo'ysak, keyin alishtirib T1 ga testnet tokenga va bridge qilib yuborsak, kunlik amalni bajargan bo'lamiz. Mana bu yerda tashladik dotni, keyin tekshiramiz. Mana MetaMask kirsak, mana shu yerda spoilerda o'zi avtomatik qo'shilgan bo'ladi. Agar sizda spoiler bo'lmasa, bo'limi bo'lmasa, undan ham xavotir olmasangiz bo'ladi. Birinchi o'zimizning tepada hamyonimizni kopirovat qilib, keyin spoiler tashlatib olamizda, keyingi amalni bajaramiz. O'sha payti spoiler bo'limi o'zi ochiladi. Ya'ni chainni hozir ko'rsataman. Menda mana tashlabdi, mana oz miqdorda bo'lsa ham 24 soatda bir marta bridge qilishga bu narsa yetadi. Keyingi bo'limni ochib olamiz. Bu yerda kopirovat qilib olamizda. Saytga kirib olamiz T1 va MetaMask kirib, pastda kompas bor, kompasga o'xshash belgini bosib olamizda. Va bu yerdan qidirish bo'limini bosib start qilib olamiz. Mana qidirish bo'limini bosamiz va start qilib olamiz va ochib olamiz. Bu yerdan tepada ko'rgan bo'lsanglar, men bridge bosib yubordim. Hozir men tepada bundoq ishda chizuvchani ustiga bosamiz, bridge bo'limini bosib yuboramiz. O'tgandan keyin hamyon olamiz. Men hamyonni uladim. Mana hozir ko'rsam connect wallet qilib MetaMask bosib. Bu narsani MetaMaskdan bajarish juda ham oson. Shundan keyin bu yerda max qilib, yokidan o'zingiz xohlagan miqdorda spoilerni belgilab, tepasida funtni bosib olamiz. Va confirm beramiz. Mana tranzaksiya confirm etildi, ya'ni amalga oshirildi. Va bu yerda chainni alishtiramiz, ya'ni withdraw Ethereum, ya'ni boyagi spoilerimizni endi spoilerga alishtiramiz to'g'rirog'i. T1 ni spoilerga alishtiramiz. Switch bosib olamiz. Mana hozir ko'rsataman buni ham. Mana tepada pastda switch turibdi. Bo'limdan bo'limga o'tgan payti mana shuni bosib olib, keyin bosamiz-da. Ya'ni miqdori keyin kiritamiz. Chaindan chainga o'tadi bu. Shuning uchun hozir men mana switch spoilerga o'tsam,
keyin bu yoqga miqdor kiritib, spoliyani ya'ni T1 ga o'tkazib olamiz. Agar Wizard to bu yoqda bo'limga o'tib olamizda, keyin tagidagi switch to T1 ni bosib olamiz. Agar sizda bu narsa o'tmayotgan bo'lsa, boshida confirmate so'raydi, ya'ni qo'shib olamiz chainni. Boya aytganimdek, agar siz chain bo'lmasa, bu yoqda chainni qo'shib olamizda, keyin keyingi amallarda bu narsani so'ramaydi. Bu yoqda max bosamiz, yana bir marta bosib olamiz. Va yana confirm beramiz. Mana bu yoqda o'tdi. Shunaqa qilib bundan unga, undan bunga qilib, mana shunaqa qilib spoliyani o'ynatsak bo'ladi. Bu yoqdan bu yoqga, bu yoqdan bu yoqqa qilib yana bir marta switch bosib olamiz va spoliya chainga o'tib olamiz. Spoliya ham qolmayapti. Shunaqa qilib tranzaksiyalarni qilsak bo'ladi. Bu yoqdan bu yoqqa qilib o'ynatsak bo'ladi. Shunaqa qilib oddiy va juda ham oson bo'lgan testnet. Hozircha shu va kunlik bu narsani amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Kunlik spoliya olib va uni bridge qilish orqali.